3 xonali kvartiraning ideal proyektligini o'zi ko'rsatib o'taman sizlarga. Maslozavod Paradox chorraxona oldida joylashgan oshxonamiz, yotoq xonasi, razdelni sanuzul xonalari, bu yerda mehmonxonasi bilan so'nggi xonasi joylashgan. Proyektni ikki tomonlama, shuning uchun idealni deyapman. Ichidagi ko'plab jihozlarni qo'yib ketadilar. Mehmonxonamiz juda ham katta, elita pardalar, konditsionerlar qilingan, gilamlar to'shalgan, chiroyli qandillarda old stiklolida ishlovlar berilgan. Devorlariga ham old stikloni davom ettirgan ekanlar chiroyli qilib. Ichki eshiklar MDF eshiklardan. Bu yerda kiraverishda prixoshkalar qilingan ekan. Bu yerda esa kvartiramiz detskiy xonasi mana shunaqa ko'rinishga ega. Bu yerda razdelni sanuzul xonalarimiz chiroyli qilib kafillarda ta'mirlangan, katta vannalar o'rnatilgan ekan. Bu yerda esa hojatxonasi. Bu yerda kvartiramizda yotoq xonasi bo'lyapti. Yotoq xonamiz ham ichi to'liq mebel bilan jihozlangan holatda turibdi. Elita pardalar qilingan. Oshxonamizda esa zakaznoy kuxni garniturlarning qimmatidan bu yerda moyka, gaz plita, vitishka, kir mashinamiz, duh kamera, xolodilnik o'tirib choy ichadigan zonalari bor.